Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Bugun sizlarga men bizning savdoda bor, sotuvimizda bor hashash yog'ini originalimi bu degan savollarga javob bermoqchiman. Ersakki original ekan. Keyin men bu turistik, men bunisini sotib oldik. Bu original emas ekan, bu pista yog'imi, shunaqa bir nima yog' ekan deb bizga ba'zi bir klientlar aytishyapti. O'shaning uchun men hozir sizlarga boshqalarniki bilan original bilan poddelkani farqini yaxshilab ajratishga yordam beraman. Xo'p, bu hash yog'i, ya'ni nashani yog'i, nasha urug'ini yog'i, ko'knori urug'ini yog'i, to'g'rirog'i nasha emas, ko'knori bizda chunki nashaniki ham bor. Ko'knori urug'ini yog'i haqiqiysi bu hech qaysisi. Hammasi haqiqiy hisoblanadi. Chunki har birini haqiqatini qanaqa ajratib olish mumkin? Birinchi o'rinda mana tegishtirik kodiga qaraysizlar. Turkiyada qadoqlangan bo'lsa, Turkiyadan eksport qilingan bo'lsa, mana mamda ko'rishingiz mumkin. ISOdan mana ro'yxatdan o'tilgan. Keyin mana bu kodi bor. Tagida tarixi, ya'ni mana bu ishlab chiqarilgan sanadan to qachongacha bo'lgan srok godnosti deyiladi-yu. O'sha narsasi to'g'ri bo'lsa va shtrix kodi o'sha Turkiyaga to'g'ri kelsa, manba belgilari, pechatlari bo'lsa, bu haqiqasi hisoblanadi. Qalbakisini korobkasi ham oddiy bo'ladi. O'zi ham hech qanaqa shtrix kod bo'lmaydi uning ichida. Uni qadoqida ham o'sha farqi bo'ladi, plombasida ham farqi bo'ladi. Men hozir nimani aytmoqchiman sizlarga? Men bu hash yog'ini eng yaxshisi qaysi degan savolga javob bermoqchiman. Eng yaxshisi mana bu Ersak firmasiniki, hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan bunga. Bu 100% o'sha ko'knori urug'idan qilingan yog'. Bu kimlar uchun va bu kimlar uchun? Bunda ozgina papaverinni kamnifor deyilgan, mana papaver va heliantus degan. Bu bittasi o'sha hash yog'i, bittasi qaysidir foydali bo'lgan o'simlik yog' hisoblanadi. O'sha yog'dan juda kam foizda qo'shilgan. Bu yerda endi aynan foizlari aytilmagan, chunki buni juda ko'p poddelkalar ishlab chiqilyapti. Bu kimlarga tavsiya qilinadi? Birinchi marta ichishni boshlaganlar uchun mana shu yaxshi. Chunki juda ham o'tkirini ham birdaniga boshlashni tavsiya qilmayman. Ozgina, bu ham juda ko'p emas, nechidir foizga qo'shilgan boshqa yog' tarkibiga. Mana bu Ersak firmaniki bo'lsa, bu kuchli xohlaydiganlar, tozasi va og'irroq dardi borlar. Misol uchun, asosan ko'pchilik og'irroq dardi uchun olyapti, surunkali yo'tal, surunkali bo'lgan anchadan biri nimadir bezovta qiladi va umuman davolanganda hech qanaqa foydasi bo'lmaganlar uchun men mana shu Ersak firmani nikini tavsiya qilaman. Chunki bunga 100% hech narsa qo'shilmagan. Bu tozasi. Birinchi marta ichayotganlar uchun, agar yengil profilaktika uchun ichmoqchi bo'lsa, mana bu firmanikini tavsiya qilaman. Men dardim og'irroq, menga kuchlirog'i kerak, tozasi kerak deydiganlar uchun Ersak firmani tavsiya qilaman. Lekin ikkalasi ham Turkiya mahsuloti va ikkalasi ham original hisoblanadi. Keyin bizda yana bitta boshqacha xili bor. U ham Turkiyaniki, original. O'zbekistonda ishlab chiqarilganlarni tarkibiga men javob bera olmayman, chunki u yerda har xil narsalar qo'shilgan bo'lishi ham mumkin yoki toza 100% bo'lishi ham mumkin. Bu narsa uchun men boshda turmaganim uchun javob bera olmayman birovning mahsulotiga. Keyin juda ko'pchilik aytayapti, o'sha buni poddelkasi ko'payib ketdi, ko'pchilik poddelkasini sotishyapti degan gaplarga men aytmoqchiman. Qo'lingizga olib, o'sha poddelka deyotgan birov savdosidagi mahsulotini qo'lingizga olib, tarkibini o'rganib, qadoqlarini ko'rib, mana srok godnostidan tortib, mana bunaqa originallik pechatlarini, shtrix kodlarini ko'rmagunizcha birovning tovarini ustidan gapirishni men tavsiya qilmayman. Chunki ko'rmagan odam nima qiladi gapirib? Ko'rmaysiz, bilmaysiz, qanaqa birov qo'lidagi, balki originaldir, balki sizga poddelkadir. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganman, birorta tovarni siz originalmi, poddelkami o'zingiz mustaqil bilmoqchimisiz, mustaqil o'zingiz ajratmoqchimisiz? Birinchi o'rinda mana shu qadog'iga qaranglar. Plombasi bo'lishi kerak, ya'ni plomba deyilganda ochilmagan bo'lishi kerak birinchidan, chunki Turkiyadan keladigan mahsulot ochilmagan bo'lsa, qadog'i buzilmagan hisoblanadi. Ikkinchidan shtrix kodlari. Mana Ersakini ham ko'rsataman.
Mana ikkalasini ham shtrix kodi Turkiya. Mana 868 dan boshlanadi. Turkiyaning shtrix kodi mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Shtrix kodlaridan ajratib olishingiz mumkin. Mana men bitta, bularni keyin mana halol mana nimasi bor. Sertifikati ham bor halolligi haqida. Mana made in Turkiya. Mana shu keyin plombasiga qaraysiz. O'shalarga qarab turib bemalol ajratib olasiz. Mana. Srogodnosti bor. Shularga qarab aqlli odam, o'zini kallasi bilan faqat ish qiladigan odam bemalol mahsulot shunda oladida o'zi ajrata oladi. Bu original, bu poddelkami. Qaraydi, hamma joyini qaraydi, plomba buzilmagan. Mana bu qog'ozi ham, anaqasi ham hammasi sifatli. U poddelkachi juda arzon narxga sotilganini sababi hamma narsa ichidagidan tortib korobkasigacha arzon mahsulotlardan foydalaniladi. O'shandan ajratib olishingiz ham mumkin. O'shaning uchun sog' bo'lasizlar. Men sizlarga tavsiya qilib qolaman. Juda ham organizm uchun qanaqa foydalilar haqida yuqoridagi videolarda aytilgan. Bizning kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqazmanglar.